alaykum. Men bugun qanday qilib yangi papkani ochishni o'rgatib qo'yaman va qanday qilib uni ichiga narsalar solishni o'rgataman. Xullas, mishkani o'ng tomonidagini ezasizlar. Mana yangi degan narsani topamiz. Mana yonida mana sariq papka turadi. Mana shunga ezsak, mana bundan chiqdi. Uni o'zinglar ism qo'yib olasizlar. Unga endi qanday qilib narsani qo'yishni o'rgatib qo'yaman. Mana unga chap tomonidagi mishkani chap tomonida ezib, mana kirgizasizlar. Mana endi ichiga kirdi. Mana kirsanglar, mana nari turadi. Endi uni qanday qilib tashqariga chiqarishni o'rgatib. Bu ham xuddi shunaqa, faqat mana ezib mana ezib, mana yoqqa chiqaramiz. Mana chiqardi. Endi papkani qanday qilib ism qo'yishni. Mana o'ng tomonini ezasizlar. Manadan ism qo'yishni yozasizlar. Mana menda mana. Keyin xohlaganinglarcha qo'ya olasizlar. Men masalan Yakubjon deyman. Ana endi mana joyi solaman. Buni ham solsam bo'ladi. Mana shu bo'ldi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Xayr.